paytlar men o'zim xohlagan narsalarimni o'zim istagan paytda ololmar edim, chunki menda doim pul muammosi bo'lgan. Yo ayamdan yoki dadamdan doim pul kutib yashaganman. Lekin hozirda o'zimni shaxsiy daromadimga egaman, ya'ni moliyaviy erkinman. Xohlagan narsamni olib yeyishim yoki kiyishim mumkin. Bu menimcha ko'p ayollarda orzusi. Ayniqsa xaridlar ayoldagi charchoqlarni, stresslarni chiqarib yuboradi, kayfiyatini ko'taradi. Men sizga O'zbekistonda qonuniy faoliyat yuritadigan, pul topishda shunaqa bitta yo'lini taklif qilaman. Ya'ni shu yerda qoldirgan Telegram lichka, Saida opani Telegram lichkasi, u yoqqa o'tib daromad deb yozib qoldirsangiz, Saida opa sizga bu ish haqida batafsil aniq ma'lumotlarni aytadi. Agar ishlamoqchi bo'lsangiz, bu ishni ipidan ignasigacha hammasini o'rgatadi. Eng zo'r joyi, bu ishni boshlash uchun pul tikmaysiz. Shu sababli bu ishni sinab ko'rishingizni tavsiya qilaman.